Sükutning kuchi. Sükut kishilar bilan muomala qilishdagi kuchli qurollardan biri. Shundaqdimi sükutning uchirib berish va huquqni kuchlantirishdagi roliga doim sal qariladi. Leonardo da Vinci'ning huquqni kuchlantirishda sükutga yetadigan hech qanday narsa yo'q degan fikri kuch va aloqa jarayonining munosabatini cho'nqur ifodalab bergan. Bu yozmada sükutning ko'p taraflama xarakteri, shundaqla uning huquqni kuchlantirishdagi alohida rol haqida to'xtalamiz. Aloqada sükutning kuchi. Mohiyatda sükut so'z orqali aloqa qurishning yo'qligi demakdir. Lekin sükut ko'p narsani ifodalab bera oladi. Suhbatda sükutni strategik ravishda qo'llanish orqali qarshi tarafning diqqatini tortqili, qarshi tarafning sükut qilg'uchiga bo'lgan umidini yaratqili, shundaqla ishonch barpo qilg'il bo'ladi. Huquqqa nupuzga ega kishi yoki lider darhol javob berishning o'rniga sükutni ishga silish orqali sirliqlik yaratib, hurmatga erisha oladi. Liderning sükuti boshqalarni tafakkur qilishga, o'z-o'zidan savol so'rashga, mavjud masalaga texmi cho'nqur cho'kishga undaydi. Sükut kontrol qilish qurolidir. Liderlar sükutni doimli kontrol qilish quroli sifatida ishlatadi. Liderlar so'z qilmaslik orqali bir suhbat liniyasini kontrol qila oladi. Bir talash tortishning sur'atini belgilay oladi va yoki bir ta'sirchanlikning yo'nalishini o'z ilikida tuta oladi. Bu xil kontrol qilish usuli inchga, lekin ta'siri zo'rdir. Bu usul liderning mavjud ahvolni to'g'ri mo'ljallashiga, ta'sirchanlikni tamponlashtirishga, shundaqla muayyan bir maydon tutishni bak baldur belgilab olmasdan keyingi qadamni qandoq besishni planlashiga yordam berdi. Sükutning psixologik ta'siri. Sükut so'zlikchi uchunmi, anglag'uchi uchunmi kuchli psixologik ta'sir yarata oladi. So'zlikchining sükutni saqlashi odatda kuchli liderlik bilan munosabatlashtiriladigan o'zini kontrol qilish iqtidoriga va intizom qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Anglag'uchiga nisbatan sükut anglag'uchida bo'shliq tuyg'usi paydo qila oladi. Natijada anglag'uchini tushunchasi yoki bayoni orqali bu bo'shliqni to'ldirishga ittirdi. Bu inkas sükutdagi kuzatuvchi kishiga qimmatli ko'zitish kuch ato qilib, so'z orqali ifodalangan ma'nodanmi cho'nqurroq ma'nolarni bera oladi. Sükutning kultural aniqlamasi. Har qaysi kultur sistemalarida sükutning qanday ma'no beradiganligini asdan chiqarmaslik lozim. Ba'zi kulturlarda sükut farosatning va cho'nqur o'ylanishning alomati hisoblanadi. Yana ba'zi kulturlarda sükut qiziqmaslikning yoki qo'shilmaslikning alomati hisoblanadi. Har qaysi kulturlardagi bu xil o'xshamasliklardan xabardor bo'lish xalqaro liderlar uchun bek muhim ahamiyatga ega. So'z qilish bilan sükut qilishda tamponlikni saqlash. Garchi sükut nihoyatda muhim qurol hisoblansa-mu, lekin u so'z bilan tamponlikni saqlagandala ondan o'z unumini ko'rsata oladi. Bakli sükutlik bo'lib olish qarshi tarafning xato tushunishini yoki sükut qilib olg'uchidan umidsizlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'p gap qilib o'tish bo'lsa, deyilgan gapning ta'sirini tovanlatib o'tishi mumkin. Nada so'z qilib, nada sükut qilishni bilish liderlik san'ati jumlasidandir. Leonardo da Vinci'ning huquq nuqtasidan sükutning kuchi to'g'risidagi so'zi qimmati uzun zamonlar saqlanib qoladigan muhim so'zdir. Sükut hikmatlik uslubda ishlatilganida liderlik jihatdagi bakmo muhim qurol hisoblanadi.